imkondan foydalanish qiyin. Ish qilib moshinniklar bo'lmas, ish qilib aldangan bo'lmasin, baribir ichimda xavotir bo'lardi. Onamgalarga yetmaganmiz. Yo'q, bo'ldi, hammasi zo'r yashayapmiz, yaxshi ekan, hamma yashayapti deb yuraverdik. Qadri men tushunaman sizlarga qanchaligini. Sahr qanaqa bo'lgan? Har bitta organni bitta yeb qo'ygan. Oxiri yurak qolgan faqatda o'sha organlar ishlamagan. Sizni ulg'aytirgan yillar, vaziyat hozir. Mana oxirgi o'g'lim uylantirdim. Endi maza qilib yashayman deganda Adela ham o'tib ketdilar. Mana anaqa qilaman. U uchun, bu uchun deymiz-da, endi bo'ldi, rohatini ko'raman. Hali bor deysiz-ku. Уже o'tib ketsa-chi. Operatsiya bu oxirgi qarormidi? Operatsiya bu Bag'ringizga marhabo, marhabo, marhabo. Assalomu alaykum. Qanaqasizlar, yaxshimisizlar? Aprel, bir pasda aprel o'rtoqlar. Bir oy ham o'tib ketdi bahorda. Siz qanaqasiz? Men yaxshiman. Yaqinda bitta ma'lumot eshitdim. Bir sutka 24 soatga emas, 13 soatga to'g'ri kelayotgan ekan. Shuning uchun o'rtoqlar har bir vaqtimizdan unumli foydalanaylik. To'g'ri, biz buning uchun xizmatdamiz. Payshanba navbatdagi soni va bizni shu ko'p qavatli uyi 10-etajda bitta bloger kutmoqda. Ular super puper mamashalar. O'zlariga shunday nom berganlar. Qani hozir o'zlari bilan kirib gaplashamiz. Rostdan ham supermilar yoki yo'qmi? Super bo'lsalar sirlarini bilamiz. Shunaqa? Xayr, mas. Sanjar agar kirmasangiz eshik qulab qolar ekan. Keling. Bugun kayfiyatimiz ashyo zo'r o'rtoqlar, chunki bahor ikkinchi oyi keldi va biz bugun super mamashaning uylarida mehmondamiz. Qarang, eshiklarini ochib qo'yganlar. Hammanglar tanigan Zilolani xonadonlarida bugun qadrli mehmonlarimiz. Aliya katta-da, o'sha meni kirgizatib turibsiz. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Keldik Sanjar. Kadrlar aniq, savollar aniq. Biz gaplashsak bo'ldi, deydi-ku. Shu? Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xushvaqt bo'ling. Bo'ldingizmi, opa? Simurganga hech narsa yo'q. Juda chiroylisiz. Bo'sh ver. Bo'sh verdim. Xushvaqt bo'ling. Xush kelibsizlar. Kutirmadikmi? Yo'q. Yo'l ozgina o'zog'lik qilgani uchun ozgina ushalib qoldik. 5 minutda keldik. Qayerdan? Sevimlidan. Yo'q, sevimlidan emas, biz anaqadan keldik. Qayerdan keldik? Chilonzormi? Chilonzordan. Endi shahar o'tomonida. Shahar aylanib biz super mama shani xonadonlarga yetib keldik o'rtoqlar. Men birinchi savolim aniq. Siz o'zingizga super mamasha deb nom bergansiz. Haqiqatan supermisiz? Super pupermisiz? Men o'zimni shaxsan super mamasha deb hisoblamayman, lekin shunaqasiz deyishadi-yu. Buni o'zining tarixi bor-da. Men Instagram tushunmasdim. Oldin sizlarda bo'lsa megabaytlar ko'p ketardi, Wi-Fi'lar bo'lmasdi-ku. O'sha payt Instagramga kirmasdim. Megabayt 1000 olardik. Bitta kirsak o'chib tugab qolardi, kirmasdim, lekin hamma u payt kirardi. Uyimga xo'jayinim anaqa Wi-Fi o'rnatib berganlar-da, Instagramga kirganman. Ungacha men Telegram yurg'izardim. Telegramda super mama degan kanalim bor edi-da. Erta men super onam emasman-da. Ertaga qizlar, gruppadagi qizlar super onalar yig'iladi. Hamma mamashalar gaplashish uchun yig'iladi. So'zga temasi, pampers temasi, mana shunaqa. Instagramga ochayotganda ham men blog ochyapman deb kirmaganman-da. Tipa onalar o'sha yerda gaplashamiz endi. Instagramda hamma endi Telegramdan Instagramga o'tayotdi-ku. Ertaga ham shunaqa deb ochganman. Super mamasha deb ochib qo'yganman. Оказывается, blog ochib qo'ygan ekanman-da. Bilmaganman. Men tipa gruppa sifatida narsa, forumga o'xshagan narsa bo'ladi deb o'ylaganman. Men aytdi, главный bo'laman, unaqa narsa deb o'ylamaganman. Men admin bo'laman, men bilinmayman deb o'ylaganman. Pampers temasida, o'sha kashalar temasida, o'sha bolalar temasida gaplashamiz deb ochib qo'yganman. Keyin уже rivojlangandan keyin tushunganman, что bo'ldi. Men hamma super mamasha deyishni boshlaganda, keyin mayli deb anaqa qilib Zilola qo'shib qo'yganman mayli deb. Ismimni ham xalq bilsin degansizda. Chunki bir marta targoviy sentrda bolalarimni aylantirishga borganman-da, endi qo'pol bo'lsa ham hojatxonaga ketayotganimda anaqa food court narigi oxiridan bittasi super mamasha deb baqirgan. Tasavvur qiling, ves food court, men hojatxonaga kirib ketayotganimda undoq qaraganda, kim ekan bu deb.
hijolat bo'lib uyalib ketganman. O'shanda keyin kelib uyda Zilola deb baqirsa, endi bolasini chaqiryapti, xolasini chaqiryapti deb uncha e'tibor bermaydi-ku. O'shaga Zilola deb qo'yib qo'yganman-da, anaqa qilib. Demak, sizni rejalaringiz boshqacha bo'lgan Instagram ochishdan. Instagramni rejalari boshqacha ekan. Da, xuddi shunaqa. Formatini tushunmaganman-da, chunki men uni formati qanaqaligini, mani profilim bo'ladi deb o'ylamaganman. Tipa forum, Facebooklarda ham-chi, guruh ochsangiz forum bo'ladi, hamma yozaveradi-ku. Shunaqa narsa deb o'ylaganman. Facebookda bo'lganman, Telegramlarda gruppalarim bo'lgan, lekin Instagramga kirganda ham shunaqa, yana bitta kanal ochib qo'yibman deb o'ylasam, akasi blog bo'lib qolganda. Hop, Instagram ochdingiz. Keyin nima bo'ldi? Qachon o'zgardi hammasi? Qachon siz super mamashaga aylandingiz? Orada detskiy kiyim ham sotganman-da men. Odamim kam bo'lgan, detskiy kiyim sotganman. Detskiy kiyim sotganda o'zi avtomatik 2 mingta, 3 mingta odam yig'ilgan. Keyin karantin bo'lgan. Hamma aytgandek karantin bo'lgan, dastavka bo'lmaganda, endi men nima qilaman, kiyim sota olmayman dastavkadan. Keyin yopganman-da, o'sha kelinglar tanishamiz deb post qo'yib yuborganman. Qizimni ko'tarib turganim, kelinglar tanishamiz. O'sha klientlarim hammasi u paytda o'zbekcha kam yozardi-ku. U paytda faqat men esimda bor, Mamadodi bor edi, ruschada yozardi. Tipa mana Mamadodi yurg'izadi, mana shunaqa yurg'izaman, faqat o'zbekchasini yurg'izaman deganman-da. Keyin anaqa, salom kelinglar tanishamiz. Meni yoshim mana shunaqa, qizim bor, yo'q yozib ketishgan odamlar. Men kutmaganman deb deganman. Telegramdan ham ko'p ketgan. 100 ta komment, baribir 2 mingta odam uchun 100 ta komment nimadir bo'lsa, hayron bo'lasiz. Endi motivatsiya beradi odam yozgandan keyin ketdi. Emzish, smes, pampers, rasm qo'yardim. Kommentda gaplashilardi. U paytda videolar hali chiqmagan edi. Faqat rasm qo'yilardi. Post ostida suhbat bo'lardi. Hozir reelslar modaga chiqib ketdi. O'sha payt siz uchun aktual bo'lgan mavzu orqali siz taniqli bo'lib ketgansiz. Mencha даже endi anaqa pampers ham hamma mamashalar hisoblaydi. Men arzon ekan, men qimmat ekan. Men hamma pamperslar magazinga kirganman-da, mana qaranglar, lalaku, menimcha mana bunaqa ekan. Men bunaqa ekan, bitta olsanglar, men bunaqa tushar ekan, narxi mana bunaqa ekan deb ma'lumot berganman-da odamlarga. Eringanlarga, "O, zo'r ma'lumot berdingiz" deb. Storieslar ochilgan. Storieslarni ham oddiy life, oddiy uyimda unda ham qo'yinchi qo'yganman. O'zimga qaramagan, hamma estetik qo'yib yurganda, men oddiy qo'yganman-da. Borischi, samimiy. iPhone ham bo'lmaganda, yana sifatsiz bo'lsa ham muzlatdim, uni qildim, qizim bilan magazinga chiqdim deb qo'yaverganman. U payt hech kim unaqa narsalar qo'ymasdi. Anaqa faqat rasmlar, estetik, chiroyli tushgan rasmlar qo'yadi. Ammo qo'yaverar ekanman. Даже bilmayman nimaga qo'yganman. Prosta bor ekan, qo'yibman deb qo'yganman-da. Shunchaki o'zingiz bilgan ma'lumotlarni boshqa onalar bilan bo'lishingiz kelgan. Shunaqa. Va ularga siz foydali bo'lgansiz. Da, men muloqotda o'z yaxshi ko'raman. Mencha uyda o'tirib gapirmasam yuraveraman deydigan emasman-da. Kimlar bilan gaplashib turishim kerak. Mana sizni ham o'sha o'xshataman. Ha, shunaqaman men. Общениyadan energiya olaman-da. Hali ertalab haligi aytayotdim, men gapirish uchun tug'ilganman. Gapirib turmasam bo'lmaydi. Keyin mening yoshimiz katta bo'lgandan keyin o'zimizni kashf qilamiz, o'zimizga yoqqan narsalarni qilgimiz keladi. Men shuni bildimki, men ayollar bilan uchrashib, ayollar bilan gaplashib, ayollardan energiya olarkanman. Shu hislatim. Mana siz gapiradigansiz-ku, men eshitadiganman. Men eshitsam maza qilaman. Kimdirlar nimadirlar gapirib beradi, men nima bunaqa bo'ldim, bunaqa. Men tinglovchiman. Lekin sizlar yaxshi tandem bo'lasizlar. Shunaqada. Siz nafaqat Instagramga kirib o'zingizni kashf qildingiz, ya'ni bloger sifatida, balki opingizni ham shu yo'lga boshlagan, ularga ham muvaffaqiyat kalitini shundoq qilib berib qo'ygan singilsiz. O'zingizlar yaxshi taniysizlar, Sevaris Life'ni singillari Zilola. Va bu men hozir bir narsa aytmoqchiman, uzr gapingni bo'ldim. O'zi kimnidir rivojlantirish, ya'ni o'zidan ko'ra boshqani rivojlantirish osonmi yoki qiyinmi? Masalan, bunaqa qilsang strategiyalarni o'rgatish, blogini to'g'ri yo'naltirib berish osonmi yoki qiyinmi? Shuni ham o'zingizni qo'llamaysiz-da, boshqada o'rgatasiz. Va boshqada yeb ketadi, xuddiki. Endi har bitta odam o'zining talanti bo'ladi-ku. Menda o'rtoqlarim aytishadi, ideyalar qaynaydi, sen odamlarning talantini ocha olasan deyshadi. Menda odamga qarab turib, uni nima talanti bor, nima qilsa zo'r bo'ladi, nima qilsa yeydi. Masalan, men vayn ola olmayman. O'zimni bilaman, aktyorlik masтерством yo'q. Bilaman-ku, opamda borligini bilaman, Qodir akamni bilaman, misol uchun ssenarist davay qilmaysizlarmi? Misol uchun aytvaman-ku, oddiy uyda yashaganmiz-ku, remonti bo'lmagan. O'shanday men qurganman-da, avvalo yangi svejiy remont qilishgan, eski uylar bor, oq uylar. Yangi remont qilishgan, o'ziga tipaj ko'rinib turadi. Qodir aka unaqa davay qilmaysizlarmi? Anaqa qo'ying, davay qiling deganman-da. Opamni bilaman, shu xohishlari bor. Prosta ularni to'xtatib turganda, gap so'z, odamlarning gapiga
qiling oldilariga borib o'tirib olardim. Davay nimadir olaylik deb. Xohlayapsiz-ku deb. Olardilar, qo'ymasdilar. To'xta, ani nima deydi, bu nima deydi. Bir qo'yayotganman. Davay hozir post qo'yasiz. Друзья, я сегодняшний дня блогер. Поддержите меня deb qo'yasiz deganman. Qo'ydirganman-da, o'shandan keyin уже qo'ydilar-ku, o'rtoqlar bildi, hamma bildi, duxoshga boshlab yuborganlar-da. Lekin ularga juda ham zo'r yo'nalish ochib bergansiz. Men har safar masalan oddiy Vine'ni ko'rsam ham to'g'ri reklama, lekin shu reklamani ham Vine orqali hayotiy qilib ochib beradilar. Yo'nalish yaxshi tanlab bergansiz. Boyagi savolim, o'zi kimnidir rivojlantirish osonmi yoki Agar o'sha o'zingizga odam qo'llaganingizmi? o'zini talantiga yo'nalish bilan yursa, siz просто turtki berasiz-da. Sal yo'nalish ko'rsatib yorasiz. Misol uchun, masalan, sizni food bloger qila olmayman hech qachon. Men o'zimni ham food bloger qila olmayman. Lekin hozir o'quvchim bor, ovqatlarni zo'r qiladi, anaqa sal turtki berardim, osongina food bloger bo'lib ketyapti-da, misol uchun. Shunaqa narsa bu. Buni kim qila olasiz, masalan? Bular o'zi anaqalar-yu, xarizmatichniy life blogerlar. Bunda doim bitta muammo bo'lganda, menda yo'nalish yo'q. Men yo'nalishsiz. Menda ham yo'q lekin. Men ham xuddi shunaqa aytaman. Hammada ham yo'nalish bo'lavermaydi deb aytaman. Buni doim shu narsa to'xtatib turadi-da. Bo'ladi. Sizni yo'nalish siz o'zingiz bo'lasiz-da. Borishcha chiqayotganingiz o'zi xarizmangiz, hayotingiz. Odamlar sizga o'sha xarizmangiz, hayotingizga, ochiqligingizga qiziqib kiradi. Chunki hamma ham ochiq ko'rsatmaydi. Vaynerlar rol o'ynaydi. Misol uchun, ekspertlik darsini o'tadi, kursini sotadi. Kimdir просто dam olish uchun serial ko'rgandek kimdir ko'rish kerak-ku, unda sizlar bizani ko'radi-da. Ana savollarimga javob topolmadim dedi-ku. Menda faqat bitta savol aylanyapti-da boshimda. Har bitta suhbatdoshimiz bilan gaplashaman, suhbatga men taklif qilaman-da. Soatini gaplashayotganimda Zilola bilan ertalab soat 8 ga kela olasizlarmi dedi. Men miyamda ishlayapti-da. Odam nechida uyg'onish kerak-ku, soat 8 da уже suhbatga tayyor bo'lish kerak deb. Hozir aytasiz, dars o'taman, yana o'quvchilarim bor, ularni yo'naltiraman deb. Oilangiz bor, bolangiz bor, yana orada super mamasha bo'lishingiz kerak. Hammasiga qanaqa ulgurasiz? Bir xillari ulgurolmayapman shunga deb vijdoningiz qiynaladigan paytlar ham bo'ladimi? Bo'ladi, конечно. Qalb kasbingiz, yaxshi ko'rgan narsangiz bo'lsa, charchamaysiz. Ana shirin tashvishlar bo'ladi-ku, shunaqa qarayman-da bu narsaga. Yoqimli charchoqlar bo'ladi. Charchayman, yoqimli charchoq. Misol uchun men uyquchiman, ertalab ana qilaman, lekin kerak bo'lsa turaman, mas'uliyatliman. Agar kerak emas bo'lsa yotib uxlayveraman-da. Soat ertalab 8 da deganingizga men ana 8 raqamini ko'rib o'sha mazam qochib qoldi-da. Men aytaman, zo'r kudaman. Keyin kun bo'yi bo'sh bo'ladilar. Biz ham bo'sh bo'lamiz, bular ham bo'sh bo'ladilar. Bu uchun uyqu hamma narsadan ustun-da. Uyqu bilan munosabatim zo'r. Uyqu meni yaxshi ko'radi, men uni yaxshi ko'raman. Lekin ikkalamizning munosabatimizga yaqinlarim qarshi. Bizdan ko'risha olmaydi ular. O'zi ayollarni hech kim ko'ra olmaydi, uxlashida. Ayollarga uyqu ayb deyishadi. Ya o'shanga Aliyaga yo'lda aytib kelyapman-da, hozirda. Aliya Zilola nechida uyg'onishi mumkin? Soat 8 ga уже tayyor bo'lishi uchun deyapman-da. Qanaqa hammasiga ulgurasiz? Faqat shu sevganingiz uchunmi kasbingiz? Faqat yaxshi ko'rgan ishimga, xohlayotgan narsamga qila olaman, vaqt topa olaman. Yoqmayaptimi? Отказ. Bo'ldi, qilmayman просто. Misol uchun men sizlarni kuzataman deyman, hamma seriallarni pastda kuzatib chiqqanman-da. Уже qilsangiz nima yeysiz? Misol uchun-da, уже qilgisi kelyapti, aytasiz, keyingi haftamiz bu hafta qilishim kerak deysiz. Masalan, men bugun intervyudan keyin Qo'qon ketaman. Yana ketyapti. Keyin 2-3 kun yo'q bo'laman, siz уже keyingi haftaga bo'lmaydi deysiz. Keyin darsim bor, yana Alxadayda ham ishlayman. O'tga borishim kerak, raspisaniyaga qarayapman-da. Sizga qulay vaqt etsam, menga qulay vaqt etsam, sizga bo'lmadi. O'shanga darsni surib, anaqa to'g'rilab, aytishadi, kerakli yukni oxiri yo'q degandek. Kerakli, qiziqqan, yoqqan, xohlagan narsani ilojisini topsa bo'ladi. Menga hozir Sevara mavzusini ochganimizda bir narsa qiziq. Siz ularni birinchi va siz ham ular birinchi prodyuserlik ishingiz. To'g'rimi? Hech muvaffaqiyat kelib, qo'pol qilib aytganda, pul kelib turganda Zilola rahmat, san orqangda hammasi degan gaplarni aytib turadilarmi? Bu temada gaplashsak, har ko'rishganmiz, hamma joyda aytadilar. Juda ko'p aytib o'tadilar. Ko'p aytadilar bu narsani. Storieslarda ham, misol uchun kimdir reklama deb o'ylashi mumkin. Sevara Atmetilova, Sevars Life Atmetilova, bundoq ko'rsam o'shani gapiraveradigan bo'ladi. Rahmat deyman, bilsam bilarman deb qo'yaman-da. Va приятно-ku. Hamma joyda aytadilar, qarindoshlar ham mana qilmagan, yaxshi ham qilgan ekan. Masalan, Qodir akamga ham gaplashsam, yaxshi ham shu sening bor ekan deb qo'yadilar.
to'g'ri. Shunaqa. Chunki baribir kimdir sababchi bo'ladida. Men Sevarani uyiga borguncha sizni ularni singlisi deb o'ylamaganman. Undan keyin ham o'ylamaganman. Zilola deyishgan. Keyin bir uylarga borib, boja opa-singil o'tirgandan keyin ha deganman-da. Keyin Haligacha ishonishmaydi. Hali chunki spesialni ikki xil insonsizlar. Xarakter jihatdan qanaqasizlar? Ikkita opa-singil, qanaqa o'sgansizlar? Shu ham qiziq. Bolalikka bir qaytsak. Bolalikda bizni dushman opa-singil. Dushman emas, bir-biri bilan ishi yo'q. Yo'q. Qiziqishi yo'q. Qiziqishlarimiz boshqa, kuruklar boshqa. Oramiz 5 yosh farq. Masalan, 1-2 yosh bo'lsa, uncha bilinmaydi. O'rtoq bo'lib baran qilish mumkin. Opam o'zining o'rtoqlari bor, unaqa. Lekin ko'p o'zimiz aytamizda, xuddi men opada, ular singildada, xarakter bo'yicha ham. Men ham shunaqa baho beraman sizlarga. Men og'irroqman, aqlimni o'ylab, opam bunaqa qilish kerak desam, ular anaqa. Pozitivni bemalol. Biza qachon yaqinlashib opa-singil bo'ladi-yu, birinchi farzandlarimiz tug'ilganda. Ungacha, "Zilol yaxshimisan, tuzimsan?" "Ha, yaxshi." Hurmat bo'ladi-yu, opa-singil. Bu meni singlim o'rtoq bo'lmagan. Bormi bor? Bormi bor, shunaqa bo'lgan. Opam любой payt masalan, nimadir desangiz yordam beradi, lekin boshqa payt, "Ha, nima gap?" unaqa narsa bo'lmagan. Kiyimma xuddi o'sha narsa. Opa-singil qanaqa bo'lsa, shunaqa bo'lganmiz. Qiziqishlarimiz har xil bo'lgan. Misol uchun opam kafe nimadirlarga borishlarga, o'rtoqlar bilan qilishga qiziqsalar, men o'rtoqlarni uyga chaqirib o'tirishga qiziqqanman-da. Uyda narsalar pishirib yeb o'tirishlarga, mana shunaqa sal ikki xil bo'lganmiz. Shu bolalarimiz tug'ilganda biz 3 kun farq bilan tuqqanmiz. Men Saminani 9-oktyabr tuqqan bo'lsam, opam 12-oktyabr tuqqanlar-da. Уже boshlanadi-yu, emyaptimi, siyaptimi, aqyaptimi, boshlangan keyin birga davay onamizni ko'rgan, bitta boraylik deb borganmizda keyin o'shanda opa-singil bo'lib yaqinlashganmiz-da, уже bolalarimiz bilan bo'lib ancha yaqinlashganmiz. O'rtoq bo'ladi-yu, best friend bo'ladi, opa-singil. U narsa mana shu blog bizani yaqinlashtirgan. Instagram yaqinlashtirgan. Demak, Instagramda ham bir xayrli joy bo'lgan ekan. Da, общий temamiz bor-da. Hamma ular taniydigan odamlar men taniyman, men taniydiganlar odam taniymiz-da, bir-birimizni gaplashasiz. Baribir opa-singillik kimdir g'iybat ham qilib qo'yasiz, muhokama ham qilib qo'yasiz. Biz g'iybat qilmaymiz o'rtoqlar, biz suhbat. Bu hammada bor. Mana shu Instagramda opachingizni kuzatib, agar Instagram orqali kamchiliklari bo'lsa, bemalol o'zlariga ayta olasizmi? Voy, biz ustimizdan izolyatsiya qilib tashlayveramiz. Anaqa emas bizda. Andisha, o'rtamizda xijolat umuman yo'q. Opam-ku xafa bo'ladi degan narsa yo'q. Bemalol kamchiliklarini aytib. Bizda akam ham borlar-da. Uchta anaqa deymiz-da. Oyim juda ham правильный, hech kimni xafa qilmaydigan, tarbiyali, ko'rsangiz mehri tushib qoladi onamga. Biz 3 ta bezmizda. U faqat o'zaro emasda, любой odamga ham-da, ko'chada. Mana opam gapirib ketaveradilar-ku, mana. Men bezdim emasdim, просто o'zini shaxsiy fikriga ega inson. Endi o'zbek tilida sababi bezdim aytiladi-da bu narsa. Shunaqamiz-da, ya'ni bemalol fikrimizni aytamiz. Men endi Instagramga o'ylab olib chiqib gapiraman. Opam emotsionalniy odamlar-da. Gapirib tashlayki, to'g'ri gapirdimmi? Zilol qara normalnimi deb qo'yiladi. Men o'ylab gapiraman-da, faqat o'ylagunimgacha jahlim tushib qoladi. Bo'ladi, har xil voqealarga, ijtimoiy temalarga jahlingiz chiqib ketadi. Har xil narsalar ko'ryapmiz, anaqa kelinlarni ushlayotgani, zo'rlayotgan bolalarga anaqalarni ko'ramiz. Zo'r izohlab beradigan Sevara. Chunki emotsiyada olalar shartta qo'yib yuboradilar. Ammo to'xta, u tomonlama noto'g'ri gapirmasligim kerak, bu tomonlama noto'g'ri gapirmasligim deb o'ylagunimgacha jahlim, emotsiyam уже so'm bo'ladi-ki, aka qo'y gapir. Opam gapiradi. Qani o'lgan kelinlar so'z qiladi. Shunga o'xshagan. Akangiz munosabatlari qanaqa? Ikkalovilardan bir faxrlanarlarmi? Ikkita singlilari bloger, hozirgi kunda taniqli bir insonlar. Tanqid qiladilarmi? Akam o'rtadalar bizda, opam ukalari, meni akam. Ular boshida juda qarshi bo'lganlar. Hamma erkaklar, даже bizani xo'jayinlarimizdan ko'ra akam qarshi bo'lganlar. Bu qachon o'zgargan? Biza karantinda o'sha uyimizni eshitganmisizlar bilmayman, bankrot bo'lib, uyimiz sotib olishga majbur bo'lganmiz-da. Puli ham ketgan, masalan, puli ham qolmagan-da. Qaysi qizli uyingizmi? Yo'q, kelin bo'lib tushgan uyimmi. Bizda alohida sразу chiqarib yuborishganda. Meni onam Amerikada yashaydilar, akam Turkiyada yashaydilar-da. Anaqa ish bo'yicha yashashardi. Qizli uyimiz bo'sh edi. Erta jiyanlar, boshqa kvartira kimdir kelsa turardi. Keyin biz o'zimiz uyimizda kvartirani bo'lib turganmiz-da. Hech kim bilmasdi. Meni tomonam, xo'jayin tomonam uyni sotganimizni-yu, u yerda kvartirani bo'lib turganimizni bilishmagan. Hech kimga aytmagan shunaqa problemamiz bor yo deb. Keyin
xullas shunaqa bo'lgan. Biz qizli uyimizga oilaviy borganmiz. Bo'sh uy bo'lganligi uchun bilishgandan keyin davay shu yerda yashaylik, pulinglarni yig'inglar, uy olinglar deyishgan. O'shanda keyin orada akam endi O'zbekistonga kelsalar, o'sha yerda turardilar. Kelganlar, birinchi kun kelganlarda, "Oma, menga kamerangga yig'ishtir, qo'yma vashshi mani." Bunaqa ketganlarda, 2 haftadan keyin Turkiyaga qaytib ketayotganlarida kameraga "Пока, девочки" deb ketganlar. Obunachilarga o'sha paytda biz bilan yashaganda 2 haftada ko'nikkanlar, что yomon narsa emas. Ro'zg'or tebratyapmiz shu tomondan. Hech kim yomon gapirmayapti. Keyin akam Toshkentga kelganlar ko'chalarda yursalar, "Voy, siz super mamashani akasiz, voy, siz Sevaslayev ukasiz" deb gapirishgan, pozitivni gapirishganda, ko'pchilik mana shu blogerlar qarindoshiga bu narsa yoqar ekanda, eshitsam faxrlanishar ekan. O'shandan keyin pozitivni tomonga qaratganlar. No baribir bizlarni kamroq ko'rsat, biz har bitta darsga qo'yayotganingda, oilaviy tema qo'yayotganingda, bu yoqda bizga ham ta'sir qilishini o'ylaylar, deydilar. Nimadir qo'yvatsam, bizning ishimizga, bizlarni masalan keyin tomonga ta'sir qilishi mumkin. Har tomonlama o'ylab keyin gapirib chiqinglar narsalarni deb ogohlantiradilar, atak podдержка qiladilar hozir. Tanqid qilmaydilar. Nima mani akamda, menda bitta narsa bor, siz mendan maslahat so'ramaguningizgacha burningni tiqmaydi. Agar aytsangiz, aka, mana shu nima bo'pti desangiz, prям fikrlarini juda chiroyli aytib beradilar. Umный и мудрый человек. Quloq solaman-da, mana akam nimadir desalar, quloq solaman, bir xil gapiraveradi deb, quloq solib o'ylab ko'raman. Imomnaqa deyiladi, akam ham nimadir desa, oshqozonim ham kestirganman, hozir o'shani kestirganimni ham va operatsiya bo'lgan oshqozonim kestirmoqchiman desam, bu qarormi, maslahat so'rayapsanmi deganlar. Bu qaror desam, yana bir marta hamma narsalarni o'ylab ko'rib, xudodan anaqa qilib, xayrisini so'rab, keyin qilgan deb anaqa qiladi. Yo'q, qilma, bunaqa ham deb qilmaganlar. Shaxsiy chegaralar chiroyli qo'yilgan va hurmat qilinadi. Bizda mana shu 3 ta opam, akam, menda shu narsa bor. Hamma o'zi samostoятельный oilaviy, hech kim bir-birini oilasiga burnini tiqmaydi. Bu o'zini oilasi, o'zini boshida eri bor, hal qiladigan deydilar. So'rasa maslahatda. So'rasa maslahatni vo'shimaymi deb. Opam bilan Qodir akamda ham, bizda ham shunaqa, meni oilamda ham shunaqa, akamda ham. Masalan uchun biz ikkita qayni singilmiz-ku. Xarakterimiz og'ir bo'lgani bilan biz kelinimga umuman aralashmaymiz. Nima qilasan, nima deyapsan, bachit bormaymiz haqda. Chunki bu yoqqa kelinglar deymiz. Qara, ana tipichniy oila emasmiz-da, bo'ladi-yu, har sham-yakshanba qizli uyga borish kerak, kelinim menga salat qilib qo'yish kerak, somsa qilib qo'yish kerak, ovqat qilib qolish kerak, unaqa narsa yo'q-da. Zilola, yoshingiz unaqa katta emas, lekin 30 yoshingizga qadar shunaqa bir og'ir vaziyatni ko'rgan ekansiz. Hozir uy masalasiga qaytmoqchiman. Qizlarimiz baribirga katta niyatlar bilan, katta orzular bilan turmushga chiqishadi-da. Turmush davomida shunaqa past balandliklarni biz o'ylamaymiz. U noxosdan bizning boshimizga kelib qoladi va biz unga tayyor bo'lmasligimiz mumkin. Sizga shunaqa sinov kelganda, turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda bu sinovdan qanaqa o'tdinglar? Va bu sinov o'zi qanaqa keldi sizlarga? Va bunaqa vaziyatda o'zi er-xotin ham sinaladi, munosabatlar sinaladi. Biz o'zi, masalan, bolaligimda bizning ota-onamiz ajrashgan, onam o'zlari yolg'iz katta qilganlar, shkarni hayot bo'lmagan. Lekin men kelin bo'lib tushganimda, meni eski hayotimdan bu hayot shkarniroq bo'lgan. Даже o'sha qiyinchilik bo'lib tushgan paytda ham o'sha qizli paytimdan ko'ra yaxshi bo'lgan hayotim. Nima desa bo'ladi? Qizli paytimda ham yomon bo'lmagan, normalniy bo'lgan. Men uchun katta bitta tragediya bo'lmagan. Tragediya xo'jayinimga bo'lgan. Chunki yaxshi topib turgan paytda, reski karantinda shunaqa bo'lib qolgan, yo'llar yopilib qolib, Xitoy bilan ishlab anaqa qilganlarda shunaqa bo'lib qolgan. Katta zakaz olib qo'yib, pul tikib qo'yilgan, klient yo'q bo'lib qolgan, chunki Xitoy yopilgan. O'shanda menga tragediya bo'lib tuyulmagan bu narsa. Meni tragediyam xo'jayinim depressiyaga tushishlari bo'lgan. Siz uysiz qolyapsiz. Bu siz uchun tragediya bo'lmagan. Yo'q. Men eslolaymanda, voy, adasi hech narsa qilmaydi, keladi. Sog'liq birinchi o'rinda, odamlar o'lib ketyapti karantinda, vahimali paytlar bo'lganda. O'lib ketyapti, hech narsa qilmaydi deganman. Nima desa bo'ladi? Bolalar bizni sog'miz, bolalar sog', hamma qarindoshlar sog', pul topiladi vaqtinchalik deganman. Erkak kishi pul bilan, ayoli bilan sinalmasin ekanda. Qiyin ekan ko'tarish. Menga pulli unaqa narsalar bo'lmagan. Chunki men uyda o'tirib ham pul topardim-da. Pul topish qiyin emas. Ozgina harakat qilsang pul topish bo'ladi. Xo'jayimda risk, zo'r topayotganda bundoq tushganiga ruhiy sinib qolganlar-da. Chunki men xo'jayinim qo'qonliklarda Toshkentga kelib, endi oyoqqa turayotgan joyda qo'yganlik, yordam beradigan, tanish bilish unaqa yo'q. Bizda baribir tanish bilish degan narsa ko'p ishlaydi, unaqa yo'q bo'lgan.
mani asosiy o'sha xo'jayinim depressiyaga kirib yomon bo'lib qolmasliklari bo'lgan. Nimaga qanaqa qilib chidagansiz, qanaqa o'tgansiz desangiz, shu voqea bizdan bo'lishidan oldin 1 yil oldin, men 1-2 yil oldin bitta o'rtog'imni ham xo'jayinida shunaqa bo'lgan, bankrot bo'lib qolganda, eshitganimizda uni xo'jayini ko'tarolmay yurak infarkt bo'lib o'tib qolgan. Yosh odam. Bolalari bilan qolib ketganda, o'sha esimga kelganda, ikkita uyni yo'qotdik. Ikkita uyi pulini yo'qotdik biz. Ko'chada qoldik-da, xo'jayin ko'tarolmay yurak infarkt bo'lib qolganda, men o'sha narsa esimga tushdi. Qarasam, xo'jayinim ham siqilyaptilar-da, o'sha narsa bo'lmasin deb pozitivni bo'lishga harakat qilganman-da oldinlardan. Hech narsa qilmaydi, hech narsa qilmaydi. Bunday chetga kirib yig'lab olishim mumkin. Yo Allohim ber, unaqa qiynama deb siqilib olishim mumkin. O'lanlarda yo pozitivni yurardim, yo boshqa narsa bilan chalg'ib yurardim. Mana o'sha payt Instagram shu qizlar gruppalar meni depressiyadan chiqargan. Chunki uyda yolg'iz qolib ketsangiz, depressiyaga odam kirib ketar ekan, bitta o'zi qolib ketsa. Mana shu общение rosa qutqarib qo'ygan. Yillar o'zi insonni sinaydi, vaziyatlar sinaydi va o'sha payt sizlarning munosabatinglar, inson sifatida, umuman iymoninglar, vijdoninglar hammasi sinalgan paytga to'g'ri kelganda va undan olib chiqib ketganingiz hozir bizga va boshqalarga ham qiziq, chunki o'sha aytganingizdek erkak kishi uchun boshpanasiz qolish, qaysidir ma'noda agar qo'pol bo'lsa, kechiring, ayol kishini topganiga qarash ham og'irda ularni g'ururiga tegadi. Shunaqa vaqtda, shunaqa vaziyatdan olib chiqib ketganingiz haqida ham to'xtalib o'ting. Bizda misol uchun meni qo'limga qarab unaqa bo'lmagan. Misol uchun daromad topardilar-da, ro'zg'or, kvartaplanta mana shunaqalarni qilganlar har doim narsalarni qilganlar-da. Masalan, o'zingiz xatilkalaringiz, bolalaringizga nimadirlar olib berish, unaqa narsani men qilardim. Masalan, uni qilmasam ham o'lib qolmasdik ochlikdan. Nimadir bo'lmasdi. Masalan, ko'chada qolib ketmaganmiz. Kvartiralar qilganlar. Misol, mashina olganmiz o'sha karantin paytida, taksi qilib chiqib bo'lsa ham, ya'ni anaqa Yandexlar bo'lmagan paytda. Anaqa taksi qilib kirib chiqib bo'lsa ham, masalan, ro'zg'or, ovqat ular qilganlar. Уже men bu uy topish katta narsalarga, masalan, ular ro'zg'orni eplab tursalar, men ortiqcha daromadni yig'ib qilganmiz-da. Bu faqat men qilgan deyilmaydi. Xo'jayinim, masalan, Instagramga ko'pchilik ruxsat bermaydi, menikam tipичный o'zbekcha, qo'qonni bilsanglar, вообще bu narsaga kelinlarni juda anaqa qilishadi. Hech qayerga chiqma, qarama, o'tir, kirma, даже uyingizga mehmon kelsa ayollarni kirgizib yuboradiganda bizda. Xullas bu narsaga qarashadi. U yerda men depressiya shu olyapti-ku telefoni bilan. Siqilmayapti-ku deb o'zlari vijdonlari qiynalganda, hozir bo'lmayapti, siqilmasin deb indamaganlar-da telefonimga kirib o'tirishimga. O'zlari bilan o'zlari bo'lganlar, ular boshxonada, men boshxonada o'tirib anaqa qilardim. Olyapti-ku derdilar-da. Keyinchalik aytib berganlar, nima ruxsat bergansizam, o'sha siqilib qolmang, depressiyaga tushib qolmagin deb, olmassan-ku, maza qilsanku deganlar-da. Hozirgi kundachi? Nima hozirgi kunda? Hozirgi kunda qo'llab-quvvatlaydilarmi? Ha, hozir ularni endi profillarini yozamiz. O'zi. Siz zo'r prodyusersiz. Super papashamlar endi ular? Zo'r, juda zo'r. Papash o'zi ancha oldin ochganman, nima shu ish bilan, biznes bilan bo'lib vaqt topolmaydi. To'xtab qoladi, yana yuraveramiz, yana to'xtab qoladi. O'zi xo'jayinim juda pozitivniy odam. Biznes qilganlari bilan opam xarakterlari bor-ku. Mana Qodir akam bilan men bir xilmiz. Seriozniy, o'ylab ish qiladigan shunaqa. Opam bilan meni xo'jayinim xarakteri bir xil, ijodkor, emotsionalniy, kuladigan. Minusga plyus. Xuddi shunaqamiz-da. Davay qiling desam, qilaman, hozir bitta ishim hal qilib kelay derdilar, shundan syomkalatib men bo'lib ketardi-da. Hozir yo'q, davay qiling deyapman-da. Sizni ular ovqat qilsalar maza qiladilar, dam oladilar. Shunaqa erkak kishilar bo'ladi-ku. Majburiyatdan emas, ularning hobbisi. Ammo ovqat qilishni qarasam yoqtirmas ekanman. Yaxshi ko'raman deb o'ylardim, qarasam yoqtirmas ekanman, majburiyatdan qilgan ekanman. Anaqa keyin ovqat hamma qarindoshlar maqtaydi ularni ovqat qilishlarini. Oshli qilsa, xo'jayinimni chaqirishadi, davay siz qilib bering, qozon kavob qilish kerak bo'lsa, davay siz qilib bering deb chaqirishadi. Keyin davay futbol qilamiz deydi. Keyin hozir shu narsani endi boshlaymiz. 2 haftami bo'lyapti, yaxshi o'zlariga yoqyapti. Baribir hali xijolat bo'lish bor. Men gapirmayman deydilar. Ovozsiz. Oldilar. Zo'r prodyuserlar bor, o'rgatib ketadilar. Mana shu uy mavzusi aslida ikkala uylarga xayr olib kelgan ekan. Shunaqa deyman lekin. Mana hozirgi kunda sizlarning o'sha o'zingizlarning yana shaxsiy uyinglar bor. Bu uy qanaqa oldinglar? Qanchada oldinglar? Oson bo'lmadi bu uy qadri men tushunaman sizlarga qanchaligini. Qancha bo'ldi? Shuni bir chetdan aytib bersam, adashib ketmaslik uchun uyimizni Oyjon, Adajon, rahmatli qaynatam olib
ancha yil oldin mana shu yerga o'g'limni, eng kichkina o'g'limni uylantiraman deyishgan. Qo'qonda bo'lsa ham Toshkentdan uy olib qo'yishganda, bizga mehmon kelsa shularga yashaymiz deb niyat qilib qo'yishgan. Mana o'sha kelinga tushirishgan. No, uyni remont qilsangiz proyektini qanaqa to'g'irlashi bilmasdik-da. Remont qilishga pul yig'ardik, shunday qarardikda. Qanaqa qilsa to'g'ri bo'ladi? Ani необычный edi-da, ichidagi anaqasi, xonalari to'g'irlashni bilmasdik. Men aytaman, agar shu uy sotilmaganda, hali ham o'sha remont qila olmay nima qilsa ekan deb sotishga duximiz yetmay o'tiraverardik deyman-da. Bir tarafdan xayrli bo'lganda, chunki bu uyni olishimiz ham xayrli bo'lgan. Orada mana kvartirani bo'lib chiqqan bo'lsa, 1 yil bo'lsa, 1 yil qidirganmiz, pul yig'ganmiz, keyin 1 yildan keyin olib, yana 1 yil рассрочка to'lab yurganmiz. Ya'ni uyimizni yo'qot 2021 yoki 22 sotganmiz. Aniq eslolmayman. 21 yoki 22. Bu yerga biz уже 2024 boshida ko'chib kirdik. Novostroyka qilib olganmiz-da, ana rosa qidirganmiz. Sergelidagi arzon uylarga borganmiz, Darxon deyilgan. Keyin mana Izzatlagan borganmiz. Endi olamiz desa отказ bo'lavergan. Endi olamiz desa отказ bo'lavergan. Keyin bu chiqib qolgan tanishlardan. Bu yerda rosa arzonga olganmiz-da. Keyin o'sha uylardan ana lift qulab tushdi deganni eshitganmiz, sizlardanmi? Keyin narigi uyda bitta odamga bitta uyni 10 ta odamga sotdi degan narsa. O'sha joylardan biz olishimiz kerak bo'lgan. Voy Alloh asrabdi deganman. Keyin bu yerda olganimizda ham kadastrlar ko'p uylarda ma'lum bo'ladi-yu, bu yerda kadastr chiqishi o'zi ko'chib kelganimizdan keyin chiqqanda kadastr rosa qo'shnilar problema qilgan. Nima bermayapsizlar dedi. Men aytaman, ish qilib mashinniklar bo'lmasa, o'sha yashab turibmiz, remont qilganmiz tavakkal, endi kirishimiz kerak-ku. Ish qilib mashinniklar bo'lmasa, ish qilib aldangan bo'lmasin, baribir ichimda xavotir bo'lardi. Onamlarga yetmaganmiz. Yo'q, bo'ldi, hammasi zo'r yashayapmiz, yaxshiki, hamma yashayapti deb yuraverdik. Keyin kadastr qo'limga olganimda shunaqa ko'chada turib yig'laganman. Uni storiesga ham qo'yganman. Uyli bo'ldi. Hozir eslamayman, o'sha yig'langim kelyapti-da. Kadastr olib yig'laganman. Ko'chada turib o'tirganman, yig'laganman. Instagramga qo'yam, qizlar uy oldim. Chunki men bekitmaganman-da, auditoriyada. Makrot bo'ldik. Uyimiz yo'qmi, uyimiz yo'q. Qizli uyimdaman, qizli uyimdaman. Shaqa deb aytganim uchun o'zi bilishardi-da. Anaqa bo'lgan. Xursand bo'lganman, xayrli bo'pti. O'sha joylardan olmaganman. Chunki o'sha joylardan uy nasib qilmayotganda, endi men olmayapmiz, olaylik, davay. Любой, 30 kvadratli uyda bo'lsa ham yashayveraman. Suv og'izida bo'lsa ham yashayveraman. O'zim uyimda yashasam bo'ldi derdim-da. Ana qizli uyimda yashashni xohlamaganman. Sharoit hamma narsasi bo'lsa ham, yo'q, qizli uyimda yashashni xohlamaganman-da, chunki xo'jayinim ham xohlamasdilar. Yur kvartira qilaylik, menga g'alati bo'lyapti, yur deganlarda. Keyin akam, onam o'ta qizib ko'ndirishgan. Qarang, biz unaqa yomon narsa demaymiz, hammani boshida sinov. Bekor yotibdi-ku shu uy. Bekor yotibdi-ku, bizlar bilan yashamayapsizlar-ku. Unaqa deb baland qilganlar. Endi ular erkalik g'ururlariga tegan. G'ururlari baland-da. Uni ko'ndirib ushab turish ham qiyin bo'lgan menga. Uyda yashab turaylik. Hozir gapingizdan shuni xulosa qildimki, inson qo'lida pul bo'lsa ham, olaman, tayyorman desa ham nasib qilmasa bo'lmaydi. O'shanga hech ham xafa bo'lish kerak emas ekan. Bo'lmayaptimi demang yaxshilikka. Mana shu sinovlarchi meni rosa ulg'aytirdi. Mana shu xayrli bo'lish degan narsa Allohga oson. Ertaga bo'lyaptimi demay, ertaga undan zo'ri bor. Olib qo'yyaptimi, undan yaxshisini beradi degan narsalarga vobshe ishontirgan. O'shanga hozir hech narsani o'ylamayman. Problema kelsa ham, demak, yaxshi narsa keladi orqasidan deb turaman. Immunitetingiz hosil bo'lgan muammolarga. Ilohim hech qachon muammo kelmasin. Zilola, hozir siz gapirasiz, meni ko'z oldimda bitta kartina tasvirlanadi. Shu eshikdan kirib keldinglar, kelaverlar xotin bir-biringlarga qarab biz buni uddaladik. Endi bizani uyimiz bor deb bir-biringlarga qanaqadir og'ir sinovlardan o'tib bir-biringlarga dalda berib, o'zinglardan faxrlanib, boshqacha tuyg'ular bo'lgan bo'lsa kerak. Mana remont davrida ham mebellar bo'lmagan, anaqalar bo'lmagan, gilam, hech narsa bo'lmaganda bardak bo'ladi-yu remont paytida. Anaqa yo o'rtada o'tirardik-da. Qarab o'tirardik uyim deb, o'zicha uyingiz boshqacha chiroyli ko'rinadi ko'zingizga. Har bitta millimetrini bilasiz-da. Qadri bo'ladi. Qadrida har bitta millimetr bizni anaqa olganmiz-ku, korobka olganmiz-ku. Har bitta kraskasini, anaqasi orqasida nima shpakilovka, nima qo'yganingiz hammasini bilasiz-da. Xo'jayinim, sen xohlaganingdek qiyin, ana narsalarni beraman. Men tanlamayman, sen tanla. Ertaga sen yashaysan bu yerda, sen maza qilishing kerak deb anaqa qilganlarda, o'shanga bozorga har bitta shrubga ham borardim-da. Davay deb. Keyin remont bitdi, polla bor, mebel hech narsa yo'q. Даже ham kuxonda mebel ham yo'q-da. Rosa bu ham problema bo'lgan. Keyin men bitta eski gilamimizni solganimizda yotganman deb parda kelgan. Pardani o'zi kelgan. Pardaga yotibman deb
stories ham qo'yganman. Parda ko'zim to'ymayapti qizlar, pardamga deyapman deb. Shunaqa qadrli bo'ladi har bitta burchiga. Masalan, men ipiga mana oddiy siz sezmaysiz, masalan, chixol ipini. Mana shu ipigacha ham tanlaganmiz. Men bu klyonkani alohida tanlaganmiz, men buni alohida tanlaganmiz. Uni qadri boshqacha. Boshqacha qarar ekansiz-da ko'zingizga. Shu uchun Allohga shukr qilib sabr qilsangiz, har narsani sekin o'z xayrli paytida berar ekan. Bir kun oldin bo'lsa xayrsiz, bir kun keyin bo'lsa xayrli bo'lsa, o'sha bir kun keyinga rozi bo'lish kerak ekanda. Realni men sizni ulg'aytirgan yillar, vaziyat hozir etim jimirlab ketyapti, to'g'risi. Endi har birimiz boshimizda bo'lgan mushkul vaziyatlar, qiyin vaziyatlar, sinovlar. Siz gapirasiz, ekran ortida ham biz ham o'zimizdan o'tganini eslaymiz. Sizni ulg'aytiribdi. O'zi bolalikdan o'sha baribir ota-onasi отдельно bo'lgan oilalarda boshqacha katta bo'ladi deb, farzandlar samostoятельный bo'ladi. O'sha dunyoga boshqacha qaraydi, yengil qaramaydi. Shu uchun sinov deyapmiz, men просто hayotda shu deb qaraganman. Juda qattiq depressiya, unaqa narsa bo'lmagan. Menda faqat bitta narsani bildim, depressiya sog'liqqa ketsa, men ko'tara olmas ekanman. O'zimniki ham, yon atrofimdagi ham. Menga glавныйsi o'zim sog' bo'lishim kerak, birinchi o'rinda sog' bo'lishim kerak. Men kasal bo'lsam-chi, ko'zimga bolalarim ham ko'rinmaydi. Sizni qadriyatlaringiz o'z o'rnida ekan. Men sog' bo'lishim. Masalan, kasal bo'lib qolsa, shamollasangiz ham yuraverasiz, ovqatingiz qilib yoki nimadir qilasiz. Men shamollab qoldim, bo'ldi, yotaman. O'rganinglar. Zato bir kunda tuzalaman. Haftalab shu qilib yurmayman-da. Bir kun lecheniya qilaman, yotaman, dam olaman, chunki miyadan ham kasal bo'lish charchoqni bildiradi. Hech narsa qilmayman, idish ham yuvmayman, bo'ldi. Bir kun yotsam, bekorchi bo'lib, dorimni ichib, ovqatimni yeb yotaman, ertasi kuni zo'r bo'lib qolaman. Chunki sinaganman-da, oldin ishlash, o'qishim kerak desam, haftalab oylab ham o'tib ketardi, yo'tallarim qolmay. Bu zo'r lifehack. Hammaga. Xo'janimga ham aytaman, adasi men bir kun menga tegmanglar, bolani ham oling deyman. Masalan, boshqa xonada men spalniga bekim olaman deb, bolalar kelsa yonimda qilib, faqat shovqin qilib, ana bo'ladi-yu, olib ber, siz qilib turing, zato ertaga zo'r bo'laman deyman. Menga bir kun vaqt beringlar. Realni aytaman, bir kun menga beringlar deyman. Qizim ham уже kattaroq-ku, 7 yosh. Samina, один день меня не трогайте deyman. Завтра все будет хорошо deyman-da, ruscha gapiradi qizim. Все хорошо deydi, ana sekin olib chiqib ketadi kichkinani ham. Endi chaqaloq bo'lgan paytda boshqacha, hozir уже aqlini tanimayapti bolalar, qanaqa qilsa bo'ladi, lekin realni men maslahat beraman. Kasal bo'lasizmi, bir kun sizga dam bering, o'tib ketadi. Chunki kasal bo'lish ham miyadan-da. Demak, o'sha charchading, yetib kelding. Signal, ha. Signalni ko'p vaziyatlarda biz sezmaymiz, o'tkazib boramiz. Juda ham ko'p suhbatlarimizda shuni sezdimki, biz ayollar sog'lig'imizga juda be'tibormiz. Bu narsani menga qaynonam o'rgatganlar. Men ham oldin unaqa emas edim, sog'lig'imga qaramasdim. Oyijon aytganlar-da, rahmatli, oxiratlari obod bo'lsin. Sahrdan olamdan o'tganlar-da. Sahr qanaqa bo'lgan? Har bitta organni bitta yeb qo'ygan. Oxiri yurak qolgan faqat, o'sha organlar ishlamagan. Bolalarim deganlar sog'liq birinchi o'rinda ekan deganlar. Men rosa qiynalyapman. Bir xil aytdim, yaxshiman deb yuraveradi. Men rosa qiynalyapman. Men yashashni yaxshi ko'rardim dedi. Mana o'g'lim, oxirgi o'g'lim uylantirdim. Endi maza qilib yashayman deganda Adela ham o'tib ketdilar. Men ham mana qilyapman. Bunday chetdan ko'rsam, rostdan ham farzandlarni rohatini ko'radigan payt olamdan o'tib ketishdi-da. O'sha hammadan qutulib, rohatini ko'radigan payt. Men aytayman-da, shuncha mana qilasiz, bolam uchun qilamiz. U uchun, bu uchun deymiz-da, endi bo'ldi, rohatini ko'raman. Hali bor deysiz-ku, o'sha o'tib ketsa-chi. Aslida bor emas. Ulgurmasa-chi-da. O'sha narsani menga oyijon o'rgatganlar. Masalan, o'zimni onam mudri aqllilar, nima aytadilar, vaqti keladi. Oldin o'qish kerak deydilar. Masalan, men sayohatlarga chiqish yaxshi ko'rib qoldim, desam, hadeb aylanurmaydi deydilar. O'z vaqt soati bo'ladi deydilar. O'sha vaqt soatigacha yashamasam-chi deb qo'yaman-da. Shunaqa, yaxshi niyat qildi, yaxshi niyat va o'ylash kerak-da. Rostdan ham deydilar. Keyin qo'ydim ham, dava anaqa imkoniyating bormi? Masalan, komandirovkalar qilib chiqib bo'lsa ham ruxsat beradilar-da. U yoqqa bu yoqqa qilishga, yashab olishga, masalan, stress bo'lib qolsa, erkak kishi uyda o'tirib qolib anaqa qilib qolsa bo'ladi-yu, yuring adasi chiqinglar. Yuring qilinglar deb. Siz anaqa ekansiz. Motorchik bor-ku. Shuni yoqib yuborasiz hammani. Lekin dangasa motorman. Misol uchun qanaqa desa bo'ladi? Uyda yotishlar, sharpayib yotishlar menga ham yoqadi. Unaqa emasman. Mana Malika Budursayev bor deylar-ku. U shunaqa. Motorchik desizlar, u shunaqa. Men расслабленияda, naborot dam olish kerak, tushunasizmi? O'ylurish kerak emas, keladi. Prinsipda yashayman. Da, shunaqaman-da.
xo'jayinimga aytaman, qarang, muammoni hal qilsa bo'ladimi deyman. Ha, bo'ladi. Nima unda siz qilyapsiz deyman. Keyin aytaman, muammoni hal qilib bo'lmaydimi desam, yo'q, hal qilib bo'lmaydi. Nima unda siz qilyapsiz deyman. To'g'risi-da, hal qilsa hal qilamiz, hal qilib bo'lmasa bo'ldi, nimaga siqilish kerak? Chunki asabiylashsak, siqilsak, organizm отказ berar ekan. Chunki hamma kasalliklar stressdan. Albatta. To'g'ri. Hozir siz juda mustaqil farzand bo'lgansiz, o'zi mustaqil ayol va mustaqil shaxssiz umuman. Bu o'sha bolalikdagi sizni sharoitingizga ham bog'liq, ya'ni oilaviy. Hozir ham oyingizlar yoningizda emaslar, uzoqdalar. Bir kuni hamma narsadan charchab bola bo'lgis kelib qoladimi? Bo'ladi bunaqa narsa. Menda-chi mana hamma qaynanadan отдельно yashasamidi, bunaqa bo'lsa edi, hech kim amanchi opamda qaynanalar bilan o'tiradilar-yu, prямой efirlar qilib o'tirishadi, ko'zimga yosh kelib ketadi-da. Qaynonamiz juda zo'r ayol bo'lganlar-da, hamma yaxshi ko'rardi. Masalan, biz tomonda ham man gaplashib o'tirardim. Yoshlari katta bo'lgan, xo'jayinim 40 yoshdan kattaliklar tuqqanlar-da, olamdan o'tganlarda 60 dan katta bo'lganlar-da. O'tirib gaplashib o'tirardim. Tipичный o'zbekcha qaynanalar emas-da, o'rtoqlar. Mana sizni xarakteringiz o'xshab ketadi. Mana oyijonim xarakterlariga-da, konkretno по факту gapiradigan, prямой gapiradigan, pisq fasod unaqa narsa yo'q-da. Oyijon, adajon bilan qanaqa tanishgansiz, nima bo'lgan, qanaqa bo'lgan, gaplashib o'tirardik. Kechasi bilan gaplashib chiqardik deb bizaniki kelsalar. O'shanda esimga tushib ketadi-da. Men naborot o'sha gaplashib o'tirishib. Keyin kimdir qizli uyimga bordim. Anaqa oyim bolamga qarab turdilar, men uxlab olaman degan videolar chiqadi-ku, qizli uyga borganda deydi-yu. Menda yo'q-da unaqa narsa. Men bolam o'zim qilishim kerak mas'uliyat. Masalan, kimgadir tashab ketish, kenesiga tashab ketish, mana shunaqa narsalar unaqa yo'q. Bizda er-xotin bolalar bizaniki, bizani mas'uliyatimizda dedi. Hamma narsa o'zingizni bo'yningizda. Er-xotin faqat bizani bo'ynimizda. Kimdandir bir yilda bir iltimos qilmasak, bolalarga iltimos qarab turinglar demasak, er-xotin o'chirt bilan. Ular ishlari bo'lsa, men qarayman, meni ishim bo'lsa, ular qarab turadilar, mana shunaqa deb. Shunaqa paytda kimdirni ko'rsam havasim keladi. Keyin yomoniga ham qaragin-da deyshadi. Yomon qaynona bilan yashagandan ko'ra deyiladi. Men yomon qaynona ko'rmaganman, men oyijonim boshqacha bo'lganlar deyman. Keyin qizli uyga borishlarga havasim keladi, misol uchun. Hamma yig'ilib o'tiradi. Bizda-chi qizli uy degan narsa yo'q. Akam uyi, meni uyim, opam uyi. Hammamiz yo opamnikida yig'ilamiz, yo menikida yig'ilamiz, yo akamnikida yig'ilamiz deb mana shunaqa yo'q. Borsam hamma mas'uliyati mendan ketadi, bolalarim mas'uliyati mendan ketadi, qarashadi, men dam olaman degan narsa yo'q. Charchagan paytingiz nima qilasiz? Mana borgiz kelyapti. O'sha bolalikka endi biz qizil uyga borganda nimadan mazza qilamiz? Biz xuddiki bola bo'ldik. Mana ota-onamiz uyiga bordik, biz bolaga aylandik. Siz shunaqa paytlarni sog'inganingizda qanaqa qondirasiz o'sha sog'inchni? O'rtoqlar, men o'z aytaman, kimnikiga boray deyman. Mehmonga borgim keladi, kelinglar deyman, uyga ko'p mehmon chaqiraman. Любойda, masalan, bizda-chi storiesga qo'ysam hayron qolishadi. Meni ammamni qizlarini er-xotin chaqiramiz-da. Kerak bo'lsa yotib ham qolishadi. Kino ko'rib o'tiramiz. Opam aytaman, "Opa, davay bolalar olib pochcha bilan kelinglar, kino time qilamiz" deyman. Ovqatlar xo'jayinim zo'r narsalar pishirib beradilar, zakuska bir nimalar pishirib beradilar. Keyin akamni chaqiramiz. "Davay kelinglar." Kelishmasa, biz boramiz. Opam nimadir qo'ysalar, ovqatlar qilgan bo'lsalar, "Boringlarmi?" Menda storiesda bo'ldi, kel desalar, "Shartta bola turinglar, ketdik" deymiz-da. Mana shunaqa, men odamjonman. Odamga talpinaman. Unga boraman. Kimdir hazillashib siz menga kelinglar desiz, boraveramanda. Ko'ngil uchun chaqiryapti-yu deb opam aytadilar. Ko'ngil uchun chaqirgan bo'lsa-chi, desam, men nima ishim bor chaqirib. Kel degan gapini oldim-ku deysiz-ku. Primoy, men o'zim ham primoy. Kel deyapmanmi? Men ko'ngil uchun chaqirmayman-da. O'zim hamma shunaqa deb o'ylaysiz o'zingiz. To'g'ri. Shunaqa. Demak, dugonalaringiz ham, do'stingiz ham ko'p. Rosa ko'p. Anaqa u yoqqa boraman, bu yoqqa boraman-da. общение qidiraman. To'g'ri, lekin bu jihatingizni bir minusi ham bormi, kin deb o'ylab qoldim. Ya'ni odamlar shu hislatingizdan foydalanishmaydimi? Mendan foydalanish qiyin. Shaxsiy chegara boshida gaplashdik-ku, bizda kuchli. Biz birovning shaxsiy chegarasini buzmaymiz ham, o'zimiznikini ham buzdirmaymiz-da. Misol uchun, kelsa hayron bo'lasiz, bizda mehmon kutsa ham servirovka qilib unaqa emas. Sen idish yuvib turgin, men anaqa qilib turaman. Любой odam kelsa. Masalan, xo'jayim tomonidan kelsa hamda va birga qilamiz ovqatlarni. Bizda anaqa yo'q. O'tiringlar. Fonogramma deyman. Anaqa yo'q. Masalan, o'rtoqlarim kelib, "Fazi idishlarni yuvor" yoki "Fazi xolodilnikdan olib, уже bemalol kelib, meni uyimda xolodilnik ochib ketaveradi-da. Yengil qarayman bu narsaga-da. O'shanga bizanga kelgan odam ham xijolat bo'lmaydi, bizni chaqirsa ham xijolat bo'lmaydi. Ertaga unikiga borsak ham, u ham voyzilol unaqa dedi, mana bunaqa edi deb bo'lib qolmaydi. Borini boricha bardak bo'lsa ham bardak bo'ladi deyman. Mana ham unaqa bo'ladi. Hech narsa nичего страшного. Soxta
ideallidan yomon ko'raman-da. Mandan foydalanish qiyin dedingiz. Zo'r chiqdi bu gap. Lekin qaysidir hislatingiz o'zingizga yoqmay, shu hislatingizdan pand yegan paytlaringiz bo'lganmi? Ha, endi bu foydalanish, to'xtatish, kimgadir yo'q deya olish bizda O'zbekistonda yo'q, lekin menda ham bo'lmagan. Uni o'sha yo'q deb men 1-2 marta pand yeganman, lekin bu ham pand demayman. Misol uchun Alloh yo'lida qilganman-ku. Ha, bo'ldi, u bilmadimi, bo'ldi. Отношенияni distansiya bo'ladi, bo'ldi. Demak, этому человеку доверять нельзя deyman-da. Что значит? Ichimda bo'ladi. No, kulib gaplashib anaqa qilaman. No, уже prinsiplarimga, qadriyatlarimga qarshi ish qilib qo'yadi bir xilla. Ularni уже chegara qo'yaman, вообще to'xtataman. O'shanga yo'q deyishni o'rgangandan keyin maza qilishni boshladim. Birinchi martasida qiynalib ketasiz. Birinchisida qiynalasiz. Juda qiyin aytish. Kimgadir masalan pul berib tur desa yoki anaqa tursa. Yo'q deyish shunaqa qiyin-da. Bir marta aytasiz, ikkinchisida sal osonroq bo'ladi, uchinchisida osonroq, to'rtinchisida уже oddiy holda bo'ladi-da. Yo'q, uzr. Malikani urishgan odam siz emasmisiz? Hozirgi gapingizdan shuni bildim. Hammani urishib beradiganmanmi? Kimdir bitta bloger o'rtog'im ushdi-da, mani desa o'sha Bo'ldi, o'zimiz uchun zavetlarga olib qo'ydik. Demak, siz kimnidir hayotida ustozlik, ya'ni hammamizning o'zimiz missiyamiz bor-ku hayotda. Sizda o'sha Ustozlik, prodyuserlik zo'r ekan. zo'r qobiliyat. shaxsiyani psixolog o'rtog'ingiz bo'ladi, o'sha man deyishadi. Men eringizga psixolog sizni bemalol ayta olaman, o'sha gap so'zlaringizdan men shuni tushundim. Hozirgi kunda Instagramingizda o'zingizni auditoriyangiz bilan ham shaxsiy chegaralar cho'tga qo'yganmisiz? Bularga nima mumkin, nima mumkin emas? Misol uchun yordam so'rashadi-da, pul tomonlama ko'pincha. Masalan, biz bar pulimizni kurslar aytaman. Aytdim-ku bundan oldin ham SMM kurslarni qilinglar, pul bor realni, aldamayapman. Pul topish uchun pul bor deb aytmaydiganman. Chunki men pul topib, o'rganib, qilib, keyin odamlarga shu narsani aytganman-da. Pul so'raydi bir xillarni, boqimanda deydi-ku. Ishla desa, yo'q, menga bergin. Qayerdan ber, menga shu yoqadi. Mana bunaqa aytishadi. Siz ham xo'jayingiz qarzga kirgan ekanlar, men hozir xo'jayinim qarzlarini yopishimiz kerak deb karta qo'yib bering deyishadi-da. To'g'ri tushuning, meni vaziyatimni tushuning. Yoki sizda ham shunaqa uyingiz bo'lmagan ekan-ku, uy olishga anaqa qiling, nimadir mashaqa deyishadi-da. Yo'q deyman, men uyim yo'q bo'lganda men onamdan ham so'ramang, akamga ham aytmaganman. Xo'jayinim даже aka-uka hech kimga aytmagan-da, misol uchun. Biz Allohdan faqat so'raganmiz. Alloh o'zi bilib g'oybidan odamlarni, anaqa kutmagan odamingizdan yaxshiliklarni, kutmagan joyingizdan pullarni beradi-da. Voshim kutmaysiz. O'sha yerdan menga pul kelib qolishi mumkin deb. Siz boshqa joydan nadyatsiya qilasiz-da, sizga boshqa joydan keladi. G'oyibidan deb shuni aytaman. Siz aytaman-da, masalan, odamlarga aytaman. Siz prosta Allohdan, g'oyibidan, xayrli, halol, oson qilib berganda hayron qolasiz deyman. Lekin men bermayman deyman. Mana sharoitim unaqa edi deydi bir xil blogerlar. Men o'zim qiynalaman-da, anaqam bor edi. Nima san chut beryapsan deyman-da. Yo'q degan bo'ldi, berish xohlamayman degan. Anaqa kemashaqa deb yo'q deb ayta olaman-da, bemalol. Yo'q, men bermayman deyman. Anaqa edi-da, men o'zim qiynalayotgan edim-da, men anaqa edi-da, o'zimning problemamni aytib ketmayman u odamga. Tushundim. Demak, cho'tki chegara bor. Da. Podpисчиklaringiz bilan ham cho'tki chegara bor. Lekin bo'lmaganam-da, men shu blog hayot ulg'aytirdi. Ko'cha, masalan, odamlar bilan gaplashish, networking qilasiz. Kimdir aldaydi, kimdirga tushuntirsangiz tushunmaydi. Vaqtda, mana 29, hozir 30 ga mana 5 kundan 30 ga kirsam, Joyiga kelibmiz. Mana Zilola, hozir siz Instagramni o'sha oson pul topish bir platformasi sifatida tanishtirdingiz. Yo'lini qilsa topsa bo'ladi. Endi minuslari ham aytib ketish kerak. Minuslari ham bormi? Instagramni. Siz uchun, ya'ni aynan siz uchun, hamma o'zi uchun, lekin aynan siz uchun qanaqa minuslarini ko'rasiz? Minuslari, Instagram ishlasangiz minusini men uchun minus emas, chunki men odamlarning gapiga quloq solmayman. Heytlar keladi-yu, odam depressiyaga tushib qoladi. Negativ keladi-ku, odam juda meni qattiq orib ketadi-da. Men уже anaqa bor. Aytdingiz-ku, immunitet bor. Menda bor immunitet. Menga qiyin emas bu narsa. Lekin любой kirgan odamda bu narsadan o'tib olish kerak topda. O'sha paytda o'zini перебороть qilib o'tib olsa, u yog'i oson. Eng qiyin narsa odamlarning gapi bizda. Babid gapiradi. Bu faqat bizda O'zbekistonda deb o'ylardim, yo'q, Amerikada ham o'zini o'ldirib qo'yadiganlar qancha ekan. Bullying deyshadi-yu, bu narsalar hamma butun dunyoda bor. Shundan o'tib olsangiz, u yog'i oson. Menga o'xshab shaxsiy chegaraga anaqa bo'ladi, negativga immunitet bo'ladi, yo'q deyishni o'rganasiz, ana o'shandan keyin vashi oson. Qiyin
narsasi bu faqatgina bloger yoki ishlaydigan odamda emas. Misol uchun oddiy kuzatuvchi ham vaqtingizni olib qo'yadi. Chunki ish qilaman deb kirsangiz ham yangi kontent chiqib qoladi. To'xta ko'rib oling deysizda. Yani nimaga oxir hozir adasi to'xtab turing, ish qilyotgandingsan deyiladi. Video ko'rib o'tiribsan-ku deyiladi. Kirib ketib qolasiz-da, bilmayman. O'sha vaqt topib qo'yish eng katta minus. Uyqudan oldin ham ana kirib ketaverasiz, dalshi. Ish qilaman deb olaman-da, bilmasdan kontentga kirib qolaman. Bu o'sha spetsial qiladi-da, bu ham odam qiziqadigan narsani sizga ko'rsatadi. Yomon magnit qiladi. Sen hozir ayting-ku, oson pul topish platformasi deb. Hozir suhbat boshida Zilola bilan shu haqida gaplashayotgandik. Aslida oson emas. Aslida oson emas. Kimgadir bu oson ko'rinishi mumkin. Va bitta video olding, storyga qo'ydik. Yo'q, unaqa emas. Uni mas'uliyati bor. yer chopishmasda. Yo'q, yer chopish emas, lekin например, reklamodatel senga reklama beryapti, $500 beryapti. Sen $500 oqlab berishing kerak. Agar oqlab bermasang, Mas'uliyat taraflama oson emas, to'g'ri. Naqur borib yer chop. Naqur yer chop. Ana $500 oqlab bermaguninggacha mas'uliyat mana bo'yinda turadi-da. Men endi hozir $500 reklama demoqchi emasman, $100 ham, $50 ham 50 ming so'mga ham qadri bor. Mas'uliyati bor-da. U odam senga ishonib beryapti. U o'zini pulidan kelib chiqib beryapti. Kechirasiz-ku, u odam shuncha auditoriyani qiziqib ushlab o'tiribdimi? O'shani e'tiborini o'zi oson emas. Oson demagin. Xo'p, kechiring. Hozir sog'liq haqida gaplashdik va sizni o'sha o'zingizni sog'lig'ingizga bo'lgan e'tiboringiz meni juda ham e'tiborni tortdi. Chunki to'g'risini aytamiz, men ham masalan kasal bo'lsam yotib oladigan odam emasman. Yaxshi bo'lib qolaman degan nima bor baribir ichida. Va hozir sog'lig'ingizdan sekin tashqi ko'rinishingizga o'tmoqchiman. Biz oxirgi bir 5-6 ta qahramonlarimiz, ya'ni suhbatdoshlarimiz aynan siz boshdan o'tkazgan amaliyotni ular ham boshdan o'tkazishdi. Ya'ni bu o'sha oshqozoningizni qisqartirish, kestirish amaliyoti bu sizni tashqi ko'rinishingizga juda ham katta o'zgarishni berdi. Lekin xabarimiz bor, undan oldin to'g'ri ovqatlanish orqali, har xil dietalar orqali harakat qilgansiz. O'xshamadi. Yo'q, o'xshagan. Keyin yig'ib olganman deb qimirlatib. Operatsiya bu oxirgi qarormidi? Operatsiya bu kutilmagan qaror bo'lgan. Oxirgi qaror emas. Men operatsiya qildirmayman deydiganlar bo'ladi-yu, yo'q, operatsiya jinimsan deydi-yu, shunaqa bo'lganman-da. Va shu xayolingizga bir burchaga ham keltirmaydigan bo'lganman. Men PP qilib, birinchi qizimdan keyin PP qilib ozganman. Keyin yana homilador bo'lib tug'ib, o'g'limda semirgandan keyin keti plus intervalka qilib ozganman. Ikkalasida ham o'sha doktorlar nazoratida ozganman. Qizimda unaqa katta semirish bo'lmagani 6-8 kilo tashaganman, normalni bo'lib. Keyin o'sha o'g'limda juda katta vес yig'ib olganman. Tashab olganman, o'zim qo'yib olganman. Keyin ozdim, 20 kilo ozdim o'g'limda. 85 kilodan 65 kilo o'zim ozdim 4-5 oyda. O'sha keto plus intervalka qilganman-da, juda ham zo'r dieta, menga yoqadi. No, o'sha ozganimdan keyin o'g'limning sog'lig'ida muammo bo'ldi-da. Stress bo'ldim menda. Aytdim-ku, sog'liq bilan menda stress, sog'liq bo'yicha muammoni ko'tara olmas ekan miyam. O'g'limda shunaqa muammo bo'ldi. Uni diagnozini topolmadik-da biz. Diagnoz qidirgungacha o'zimni yeb bitirdim-da. Men stress bo'lsa, kimdir ovqat ishtahadan qoladi-yu, men naborot kechqurun bolam uxlaganda o'tirib ovqat nalamimni olib kechqurun yeyish boshladim. Ammo havodan ham semiradigan odamman-da. Men dieta qilib yuradigan, PP qilib yurish kerak bo'lgan organizm menda. Shunaqa bo'lgan, keyin yana semirib ketdim, keyin yana dieta qildim, yana 3 tur orqaga qaytdim, keyin yana qilaman. Uje shunaqa bo'ldi. O'z-o'zidan ana erga tegib ketsa, voy, o'zi tez bo'lib ketib qoldi dedi-ku. Menda operatsiya shunaqa bo'lib ketib qoldi-da. Men dieta operatsiya paytigacha ham dieta qilib yurdim. O'zim ushab yurgan odamman-da. Anaqa babi semirib, yana ozib, semirib, ozib. Shunaqa tez bo'lib ketdi. Operatsiya borda qilasanmi, bunaqa, davay qiling, adashib qilaman. Davay qilaveraylik, nima zarari yo'q, ichimdacha gram qo'rquv bo'lmadi. Gram ikkilanish bo'lmadi-da. Men aytaman, Alloh yaxshilikka menimcha shuni qildi shekilli deyman-da. Shunda narkozdan ko'zim ochganimda nima qilib qo'ydimman deganman-da. O'sha orqaga qaytarish bilmayman. O'shanda qo'rquv, o'shanda nima qilib qo'ydimman, ish qilib yaxshilikka bo'lsin degan. Mana shu operatsiya stoliga yotgunimgacha hech qanaqa qo'rquv, ikkilanish bo'lmagan. Tez bo'lib ketgan, bo'ldi, ana qilib mana suyeta bo'lib ketib, chit bo'lib qolgan. Даже ikkilanish, qilaymi, qilmaymi degan narsalar bo'lmagan-da.
operatsiya narkozdan ko'zingiz ochganingizda og'riqdan qo'rqamisiz? Nima sizni cho'chitib yuborgan? Og'riq ham bo'lgan. Men bu og'riq nimaligini tushunmagan. Menga aytishmaganda, shu narkozdan aytadi, hamma narkozdan chiqish qiyin, narkozdan qo'rqaman deydi. Men nimasidan qo'rqadim? Men o'yladim, o'lib qolmaslikdan qo'rqishsa kerak, o'lib qolishdi blogerlar, burnini qilaman deb. O'shunaqa narsadan qo'rqishsa kerak edi. Akazisi narkozdan keyin chiqish ham qiyin ekan odam organizmiga. Men buni umuman bilmaganman. Ani tasavvurga ham ega bo'lmaganman bu haqida. Og'riq bo'lgan eshitdimda, kuchli og'riq bo'lganda, voy nimadir to'qib qo'yishdimikin deganman. Chunki men mametim og'riydi deb o'ylaganman. Choklar og'riydi. Masalan, kesirada mametiz og'riydi-ku. Mashtlarim og'risa kerak deb o'ylaganman. Choklarim umuman og'rimaganda, mametim ichim og'rigan. Og'riyapti, men og'riqqa og'ir odamman-da, ya'ni ming'illab anaqa qilmayman. Men qo'rqib ketganman, nimadir to'qib qo'yishdi deb anaqa panika qilganman-da. Keyin o'ylaganman, oshqozonim kestirdim. Birinchi ko'zimni ochganim o'zi og'riqni sezmaysiz, mana do'li sekund. Birinchi xayolim kelgan, nima qilib qo'ydim deganman. Что я сделала deganman. Ya'ni endi qaytarib ham bo'lmaydi. Misol uchun nimadir bo'lsa, keyin o'ziga og'rig'ini his qilib, doktorni chaqirib janjallab, chaqiringlar, o'sha doktorni chaqiringlar, nimadir neto bo'ldi shekilli deganman. Keyin aytishgan, yo'q, shunaqa bo'ladi, Zilol. Xavotir olma, u yoq bu yoq qilishgan, og'riq qoldiradiganlar qilishgan, anaqa narkotik qiladi, chidolmaydiganlarga shunaqalar qilishgan, bosilgan. Ertasi kuni yaxshiman. O'sha bir sutka eng qiyin o'tgan menga. Narkozdan chiqish sutkasi bor reanimatsiyada. Undan keyin mana shu operatsiyada og'riqlardan, nimalardan qiynalmadim. Slabist bo'ladi, chanqoqlar bo'ladi, ani melki narsa muammolar bo'ladi-yu, og'riq bo'lmagan. Aytishadi, choklalar men operatsiya joyida og'riyaptimi? Yo'q, og'rimayapti-da. Demak, yengil o'tkazdingiz. Alhamdulillah. Turmush o'rtog'ingiz juda zo'r sizni qo'llab-quvvatladilar. Shu aynan shu periodda uni e'tirof qilib o'tmasak bo'lmaydi. O'sha payt farzandlaringiz qayerda edi? Hali aytdingiz-ku, farzandlarimni hamma joyga ham tashlab keta olmayman. Er-xotin bunga mas'ulmiz deb. Operatsiya jarayonida bolalar kim bilan qoldi? Bolalar xo'jayinimda edi. Bolalarim, qizim частный maktabga boradi, o'g'lim частный bog'chaga boradi. Ular bilasiz 6 gacha olib o'tirishadi bolalarni. Xo'jayinim ishga borib, ishga ketishdan oldin bolalarni tashlaganlar, ishdan kelganda bolalarni olib kelganlar yig'ib. Ovqat qilishni biladilar. Bu muammo yo'q-da. Nimadan xavotir olishlari mumkin. Tun bo'lib bolalarim rejimnida, mana 8 da olib kirib uxlatsangiz uxlaydi. Biz vaqtli yotqizamiz. Bolalar temasini yaxshi ham ochdik. Endi bir bolalar temasida ham gaplashsak. Qanaqa onasiz siz o'zi? Men ham erkin qo'yadigan, ham qattiq qo'l deb o'ylayman o'zim. Bir xil joylarda juda qattiq qo'lman, voy slishkim qattiq ushlaysan deyshadi. Bir xil joylarda juda erkinman. Qanaqa endi nima deb aytish mumkin? Nimalar mumkin emas? Bolalarimga почти hamma narsa mumkin, lekin sog'lig'idan kelib chiqib, keyin tushundim, что питание katta narsaga ahamiyatli ekan. Oldin питание unaqa muhim narsa deb o'ylamasdim. Hamma yeydi, qozon kabi hamma yeydi-yu. Frini hamma yeydi-ku derdim-da. O'sha aytdim-ku, o'g'lim kasal bo'lganda u питаниеdan ekanda. O'sha питаниесini to'g'irlaganimizda resk yaxshilanish boshlaganida, voy, oddiy shu narsa shuncha katta doposli bo'ladimi deganman-da. Echki sutini berib, tabiiy go'shtli, quyon go'shtli berib, brokkoli, mana shunaqa narsalarni yedirib, suyuq ovqat berib, bir kun unaqa bergandan keyin reski sezganman-da effektini. O'zim ham o'sha payt ozganman-ku, питание qilganman. Men ham питанием zo'r qilsam zo'r yurardim, питанием buzsam sразу og'irlashib ketadi. Mana siz aytasiz, og'ir bo'lib ketadi. Mana siz bizga chiroyli ko'rinasiz. Lekin siz ichingizda og'irlik his qilasiz. Men sizni bilaman-da, men o'zimni o'tganman shu deb. Voy, sevinib ketaman derdim-da. Keyin yana ham semirganimda ozg'in payt bo'lgan ekanman. Meni olaganman derdim-da. Mana siz hozir chiroylisiz. Просто ichingizda tyajost bor, chunki noto'g'ri nimadir yegansiz. Sizga o'sha og'irlik qoldi-da. O'sha narsani his qilgandan keyin hozir shirinliklar kamroq berishga beraman. Ochiq qilib shirinlik ochiq qilib qo'ymayman. No, birinchi foydali narsa yeysan, supchikin ichasan, o'sha sabzavotlarni yeysan, keyin uni yeysan. Vitamin batlari bor, shularni ichasan, keyin yeysan shirinlik. Mana shunaqa narsa bor. Ko'chada erkin qo'yaman, davay yur, gaplash, anaqa bir xil bolasini hech kimga bermaydi-ku. Men unaqa emasman. Qo'lingizni yuvganmisiz bolamga tegmang, o'pmang, quchoqlamang, unaqa narsa yo'q. Chunki immunitet вырабатывать qilish kerak, sredaga deyman. Antibiotik berishga qarshiman. Yana qanaqa. Onalik temasi juda katta temada, qaysi tomondan gapirishni bilmayapman. Ularni katta hayotga qanaqa tayyorlaysiz? Samostoятельныйroq qilishga harakat qilaman. Misol uchun qizimga bor gapir odamlarga, magazinga kirib, o'zing so'ra, nima kerak. Misol uchun men oldimda o'tiribdi, qizim, sizdan nimadir so'ramoqchi, so'ra o'zing deyman. Unaqa emasmi? Unaqa emas. Bor so'ra. Misol uchun yomon narsalardan ham qo'rqaman. Har xil voqealarni eshitamiz-ku. O'zingizga ehtiyot bo'ling, qo'shnini o'g'ri tutma deydi-ku, shunaqa narsada.
shu tomonlama shunaqa mas'uliyat. Hozir endi menikida kichkinada, unda ko'chaga chiqarib erkin qo'yib yubordim deya olmayman. 7 yosh bilan 3 yosh bolalarim. No, nima desa bo'ladi? Zo'r tushuntirdingiz. Hozir to'ldirishni bilmayapsiz-ku, ya'ni o'zi chiroyli tushuntirdingiz ham. Fikr to'liq bo'ldi. Endi oxirgi nimalarimdan, savollarimdan bittasi savollarim bor. Yo'q. Bir kun keldi Instagram yo'q. Sizni keyingi rejalaringiz qanaqa bo'ladi shunaqa payt? Mani eng yaxshi ko'rgan savolim bu. Bir kun Instagram yo'q bo'lsa, biz Instagramdan oldin ham yashaganmiz. Bir kun Telegram bo'lgan, qachondir Odnoklassniki bo'lgan, keyin agent ham bo'lgan, hammasida bo'lganman. Men o'zi sotsialniy человекman-da. Instagram yopilib qolsa, boshqa joydan topamiz. Bir marta ko'tarilgan odam ikkinchi marta qiyin bo'lmaydi. Misol uchun bitta narsani eplagan, уже bizda samootsenka ko'tariladi. Chunki biz nimadir eplab qo'ydik-ku, ha, bo'ldi. Samootsenka bo'lsa bo'ldi. Chunki odamlarda qo'rquv bor. Anaqa zona komfortdan chiqishni xohlamaydi. Men aytaman, Instagram yopilsa, даже mana profil blok bo'lishidan qo'rqadi, yig'lab o'tirishadi. Profil blok bo'lsa ham qo'rqmayman. Men shuni tushundimki, Zilola siz yo'qotishdan qo'rqmas ekansiz. Yo'q. Chunki sizda уже shu kunga qadar har xil yo'qotishlar Ha, bo'lgan. balki o'shanda. Sinovlardan o'tib, уже bu Instagram bo'lmasligi ham qo'rquv olib kelmaydi. O'ziga ishongan odam, bilimiga, aqliga ishongan odam aslida unaqa narsalardan qo'rqmaydi. Hamma narsa, masalan, yo'q bo'lib qolsa ham, demak yaxshilikka o'sha narsa. Boshqa narsa bo'ladi. Xayri bor. Hayot to'xtab qolmaydi. Oldin boylar bo'lmagan Instagram davr bu, telefon bo'lmagan paytda ham yashaganmiz-ku. Mengacha Instagram deydigan narsa emas. Shu strodan boshqa yo'lini topadi. Zo'r. Aslida zo'r xulosa bo'ldi. O'ylaymanki, sizlarga ham bu suhbat juda katta motivatsiyalarni berdi, juda katta anglashlarni berdi va men ham o'zimga kerakli narsalarni oldim ochig'i. Chunki boshqacha inson tasavvur qilib keldik, chunki baribir Sevaran singlisini yuziga kelyapmiz. Lekin sizda og'ir bosiqlik, o'ylab, xullas bildik biz kim uyiga kelayotganimizni, lekin umuman boshqacha bir tasavvur bilan bizlarni kuzatib qo'yasiz hozir, chunki og'ir bosiqsiz, tosh tarozini qo'yib, hayotda qadriyatlarni to'g'ri belgilab olgan inson ekansiz. Suhbatingiz uchun rahmat aytaman. O'zingiz ko'nglingiz to'ldimi? O'zingiz gapirmagan balki gaplashib o'tiraman dedim-ku. gapirmagan gaplaringiz qoldimi o'zingizda? Nima haqida gapirmoqchi edik va biz o'sha savolni sizga bermadik. Men даже kelganda nima so'rasharkin mendan dedim. Men nimani gapira olaman dedingizmi? Yo, nimani? O'sha masalan aytdim-da, oshqozon hammani o'sha oshqozon operatsiyasini gapirib bo'lishibdi. Misol uchun menga qiziqsa, u qiziq bo'lmaydi dedim. Instagramda o'sha blogerlar bilan qilishganda men so'rasharkan, aytdim-ku, nima mavzu bo'lsa ochishadi. Ha, mayli, kelishsan, ani ko'rsatadi dedim. Nima dedim? Bugun biz tayyorlangan mavzudan umuman boshqa bir mavzuda o'zimizga ma'lumotlarni oldikda. Oshqozon haqida savollarimiz bor edi, boshqalar bermagan, lekin siz o'sha hayotdagi ko'rgan, kechirganlaringiz bizga ko'proq kerak ekan, oshqozon oldirishingizdan ko'ra. Bu важный tema emas deb o'ylayman. Chunki bu temani targ'ib ham qilish kerak emas yoki отказ ham qildirish kerak emas. Kimgadir realniy kerak operatsiya, kimgadir realniy kerak emas narsa. Shu uchun men aytaman, kimdir qildiraymi desa, o'zingiz hammani qarori, hammani organizmi individualniy. Menga yoqqan, menda oson o'tdi, to'g'risini aytaman. Lekin menga shunaqa o'zimga yozishadi, men tamom bo'ldim, u bo'ldim, bu bo'ldim, uni ham inobatga olish kerak. Ertaga menga qarab uni qilsa, nimadir bo'lib qolsa, gram menga ichida g'arazi qolishini xohlayman. O'shanga menga qarab qilmayli. Har doim aytaman-da, menga qarab qilmayli, menga qarab qilmayli. Xulosani o'zingizlar chiqasizlar. O'zingizlar chiqinglar. Chunki zararli tomonlarini ham aytaman. Misol uchun boshim anaqa, o'zimni yomon, slabiy his qilaman. Tez charchab qolaman. Suvni billatib icha olmaysiz. Masalan, yozlarda qiyin bo'lishi mumkin. Endi bitta qish o'tsin, bitta yoz o'tsin deb aytaman-ku, keyin yo'q dedim. Даже bitta qish, bitta yoz o'tsa ham hammaning organizmi har xil ekan. Hammaning miyasi har xil ekan. Biz dietaga o'rgangan odamman-ku, men ochlik va meni qiynamadi, yemaslik. Nabarat zo'r bo'ldi. Miyam bo'shadi deyman. Lekin umuman dieta qilmagan odam shappa operatsiya qildirsa, stressga tushib qolar ekan, depressiyaga tushib qolar ekan. Shu, lekin siz bilan xayrlashmaymiz. Lekin sizlar bilan xayrlashamiz o'rtoqlar. Men har doim aytganimdek, intervyuni ko'rishga ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Ishonamanki, ushbu intervyu har biringizga foydali bo'ldi, xayrli bo'ldi, manfaatli bo'ldi va shu o'rinda sizga rahmat aytmoqchiman. Har doim shunaqa samimiy bo'lib qoling. Boringizcha o'zingizni, zamonaviy tilda aytganda o'zingizdan bir nimani yasab olmasdan, suhbat davomida hamma narsani aytib keldingiz, auditoriyangiz bilan, odamlar bilan boricha ko'rsatar ekansiz. Hamma narsani, hech narsani sir tutmas ekansiz, boricha ko'rsatar ekansiz. Har doim shunaqa inson bo'lib qoling.
bizga ajratgan vaqtingizga rozi bo'ling siz ham. O'ylaymanki, ushbu siz bilan bo'lgan intervyu ko'pligi qanaqadir ozgina bo'lsa ham bir ma'noli va foydali bo'ladi deb o'ylayman. Albatta. Rahmat Zilola, tanishganimdan xursandman. Rahmat, mana xursand bo'ldim. Sog' bo'linglar, charchamanglar, yana ko'rishamiz bir haftadan keyin. Izohlarda albatta fikrlarni Albatta kutamiz. kutamiz. Men kutaman. Shu. Onalik hayotingizni qanchalik o'zgartirdi? Nimalarni o'zgartirdi? Boshqa bir insonga mas'uliyatli bo'lishni o'rgandim. Eringizni qaysi xislati uchun hurmat qilasiz va yaxshi ko'rasiz? Juda ham mard insonlar, har tomonlama ayollarga nisbatan ham, farzandlarga, ota-onaga, ayolini oilasiga ham hurmat izzat qilib, mard bo'lishlariga juda ham hurmat qilaman. Ko'p kechirim so'raysizmi va nima sabab siz kechirim so'rashingiz mumkin? Kechirim so'rashim juda ham qiyin, lekin undan ko'ra kechirim so'raydigan ish qilmasligim osonroq. Ya'ni tilimni tiya olmayman, nimadirdan o'zimni to'xtata olmayman. Mahr so'raganmisiz? So'raganman. Qayta mahr so'rash imkoni bo'lganda nima so'ragan bo'lardingiz? Mahrga qo'lida manimcha. Uy bo'lsa kerak. Eng yaxshi o'zi mahr anaqasi ham shuku. Ana odam xavfsiz bitta narsa qilib qo'yish kerak-ku. Mahrga hovli so'ragan bo'lardim. Eringiz sizni oxirgi marta qachon hayron qoldirdilar? Hayron qoldirdilar. Har doim hayron qoldirdilar. Eng oxirgisi, masalan, kutilmaganda siz xohlagan narsangizni olib kelib qoldilarmi? So'ramagan bo'lsangiz ham, aytmagan bo'lsangiz ham, shuni eslaylik. Xo'jayinim yaqinda shunaqa charchab ketganimda idishlarni posudomойкаga tiqib qo'yganlarida rosa hayron qoldim. Bugun ushalgan orzuyingiz haqida gapirib bering. Bugun 2 yildan beri orzu qilayotgan maqsadimga erishdim. Ya'ni o'zimga mashina olish, lekin shu oxirgi oy bitta mashinani juda ham yaxshi ko'rib qolgan edim. Rangi, saloni, hamma narsasi aynan o'sha mashina nasib qilganiga alhamdulillah bugun o'shanga erishdim inshaalloh. Hech ismingizni o'zgartirish o'yi paydo bo'lganmi sizda? Prям o'zgartirishni o'ylamaganman, lekin boshqa ismlar bo'lganda nima tanlardim deb o'ylab qolganman, lekin bironta ism tanlamaganman. Ertaga nima ishlarni rejalashtiryapsiz? Oizalar shu intervyuni ko'radilar. Ularga aytolmagan bitta gapingizni chetdan aytishingiz mumkin. Ayajon, sizni sog'inib ketdim. Muhabbat shoh